Sevilmagan qiz farzand. Ba'zi ayollar ulg'ayadi, turmush quradi, farzandli bo'ladi, mustaqil hayot kechiradi. Tashqaridan qaraganda u kuchli, mas'uliyatli va o'zini hayotini boshqara oladigan ayol bo'lib ko'rinadi. Ammo ularning ichida haliyam mehr kutayotgan kichkina qizaloq yashaydi. U bolaligida yetarlicha quchoqlanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, yaxshi ko'raman degan so'zlarni kam eshitgan, ko'proq tanqid qilingan. His-tuyg'ulari yig'lama, bunaqa narsalarga xafa bo'lma, arzimaydi, sen juda ham erkatoysandek kabi gaplar bilan rad etilgan. Va bu qiz ichida bir savol yashaydi. Men sevilishga loyiqmanmi? Shu savol keyinchalik munosabatlarda turli ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ayol erini e'tiboriga haddan tashqari ehtiyoj sezadi. Javob bermasa xavotirga tushadi, so'roq gapirsa darhol meni sevmaydi deb qabul qiladi. Uni tashlab ketishdan qo'rqadi. Ba'zan esa aksincha hech kimga ishonmaydi va yaqinlikdan ham qochadi. Bu shunchaki injiqlik emas. Bu ayolning ichida yashiringan shunchaki ayol aytibdi. Menga e'tibor bermaysan, meni qadrlamaysan, meni sevmaysan. Bu ayolning yarasi, ichidagi tushunchalari. Aslida ayol bu gaplar orqali ichidagi mana shu gaplarni aytmoqchi. Meni ham tanlang, meni ham ko'proq yaxshi ko'ring. Men ham yetarli bo'lay demoqchi. Bu shunchaki nazariya emas. Mana bitta misol keltiraman. 553 ta ayol bilan tadqiqot o'tkazishganda shu ayollarni 298% bolaligida salbiy tajriba, ya'ni bolalik og'riqlarini boshdan kechirgan ekan. Mana shu ayollarning ichida baxt darajasi, juftlik munosabatlari sifatdan pastroq, nizoli esa ko'proq bo'lgan. Sevilmagan qiz farzandlarning og'rig'i faqat bolalikda qolib ketmaydi. U katta bo'lgach o'z qadriga, sevgini qabul qilishga, erkak uni tanlashida va ular bilan munosabat qurishida namoyon bo'la boshlaydi. O'tmishda mehr yetishmagan bo'lsa, bugungi hayotini ham mehrsiz davom ettiradi. Shunaqa qilayotganini o'zi sezmaydi. Bu yo'ldan chiqish uchun o'zini ayblashdan, ichidagi ehtiyojlardan, hammasidan forig' bo'lish kerak. O'ziga savol berish kerak. Menga nima yetishmayapti o'zi? E'tibormi, xavfsizlikmi, qadrlanishmi? Hozirgi vaqtda turmush o'rtog'idan o'sha bolaligidagi ololmagan mehrlarni olishga intilayotganini anglash kerak. U meni sevmaydi degan fikr kelganda chuqurroq o'ylash kerak. Bu hozirgi vaziyatga taalluqlimi yoki meni bolalik og'riqlarimgami deb o'ziga savol berish kerak. Avvalambor ayol kishi o'zini boshqalarning e'tibori orqali qadr topishini haqidagi fikrlarni to'xtatish kerak. Boshqalarga zavisimiy bo'lish kerak emas. O'zini chegaralarini qo'yishni, o'zini ehtiyojlarini ochiq aytishni o'rganish kerak. Agar mana shu ehtiyojlar sizlarda bo'lsa, men sizlarni baxtli bo'lish sirlari nomli 21 kunlik kursimga taklif etaman. Bu kursdan keyin sizlar albatta butkul ijobiy tomonga o'zgarasizlar.